Salam hörmətli görürmənlər. Bugün 27 fevral. Mən Amerika paytaxtı Washingtondakı Tayland elçixanasının aldida xəbər beryapman. Yana bugün Tayland vaxtı səhərdə Tayland tutub turuş orunda 10 neçə ildən beri turuyatqan 40 nəfər Uyğurның Xitayğa qaytarılğanlığı haqidagi xəbərini tapşırıb aldıq. Tayland hökuməti bu Uyğurlarning məsələsini həll qilish üçün 14 və 18 fevrallarda sot açqan. Sotning davomini 27 martqa bekitgan edi, lekin hech qanday hökm chiqarilmagan. Tayland hökumətinin sotning hökmünü saxlamay turib, yana xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va Amerikadagi g'arb əllərinin ogohlantirishini qarmay turib, bu Uyg'urlarni yana Xitoyga qaytarib berishi kuchli inkas qo'zg'amoqda. Ana shu munosabat bilan Amerika poytaxtidagi Uyg'ur jamoati bugun Tayland elchixonasining oldiga yig'ilib, norozilik namoyishi olib bormoqda. Tövəndə namoyishning tafsiloti va ziyoratlarimizni huzuringizga sunduq. Özümüzün narazılığını qarı gülçemberek ekiliş arqılıq, bu yerdeki şuarlarımız arqılıq ve avazımız arqılıq narazılığımızı bildirdiğimizni, Tayland'daki qeyrindaşlarımızı hazır Xitay propaganda oyun oynap verip tuqqanları kütüp aldı, şunda hoş aldı gendek yağan bir teşvikatlı kıvatıdı. Thailand is guilty. Thailand is guilty. Guilty of deportation. Guilty of deportation. Salam ədə ziyaretimiz qəbul qılğınızğa rəhmət. Bugün ətigəndə şu Taylanddakı 40 Uyğurun qaytarılğanlığı haqqında xəbərini anlığında tuncu bo'lib qandaq təsiratda bo'ldingiz? Tünəgün keçdi, tuncu bo'lib anlaganda xuddi yuragimga pichoq sanjilgandakla bo'ldi. Asta-asta xəbərlərini avatatdıq, lekin texi iniqlanmaganligi uchun bir ümid bilan bir mo'jizani saqlagandak saqlayotdıq, lekin tünəgün Xitoy o'zi xəbərində yerim keçida kelgan Uyg'urlarni kelganligini ko'rsatganida ko'nglim bek yerim bo'ldi. Rostga qilsam, kecha hech bir Uyg'ur uxlayolmadi deb o'ylayman. Kecha uxlayolmadik. Acizligimizni qo'limizdan texmi ko'p ishlar keladimi acaba? Shu elchixonalarga berib yetib olgan bo'lsak, minglagan Uyg'urlar chiqqan bo'lsak, o'xshamaydigan bir natija chiqadimi degan savollar, nurg'unlagan savollar keldi kallamga. Xəbərlərdə Taylanddakı Uyğurların sanını 48 deydi. Bugünkü xəbərdə 40 Uyğur qaytarılğan dedi. Əgər həqiqətən şu 40 to'g'ri bo'lib, yana nəticə qap qalğan bo'lsa, muşlarni qutquzuş üçün yana başqa amallarni qılıb bulamdı. Bizning anglashimizcha aslida sot ichilishi kerak edi. Uningdan burun bu 40 Uyg'ur qarindoshlarimiz qaytarildi. Shunga qolgan Uyg'ur qarindoshlarımizga hozircha salomatlik tilaymiz. Inshaalloh shularni bo'lsa qutqizadiganға bir yo'l chiqadi deb o'ylayman. Chunki siz bilsiz bugunlar Marco Rubio tashqi ishlar ministri va Chris Smith nurg'unlagan millat vakillari, parlament a'zolari naiti ümidsizlanganligini va narazılığını bildirdi. Endi qolgan Uyg'urlar uchun bo'lsa-mu yo'l mang'idi deb o'ylaymiz. Chunki hech kim bunda bo'lishini o'ylamagan edi. Yana takrorlandi bu ish. Shunga va qolgan Uyg'urlarning masalasini balkim jiq davransamay bir şekilde hal qilishimiz mumkin. Shuni endi hammamiz o'tirib bir yerga kelib birlik beraberlik ichida muzokiralashib qandoq qilishimiz kerak, nalarda xatolik qildik, qandoq qilsak qutqiza olamiz deb, bundan keyin qandoq qilamiz degan masala haqida strategiyalik o'ylanishimiz kerak deb o'ylayman. Muşlarning qaytib ketganligi to'g'risida chiqqan bugungi xabardan keyin Tayland hukumatı bilan aloqa qilib baqdinglarmi? Ular sizlarga bir sizlar bilan aloqa qilib bir mush to'g'risida inkas berdimi? Yo'q, men ularning veb-saytidan tarqatgan videolarni ko'rdim. Lekin ular bilan udul texi nim qilmadik. Shu bugun xat avatib, endi ko'rganingizdek qora gulchambarakni qo'yib mangdik, chunki bu biz uchun bir motam kuni. Yuragimizdagi go'zal umidvor bütün his duygularını yok qildi. Şu narazılığımızı bildirish uchun qora gulchambarak qo'ydik. Xat yazmiz. Endi bundan keyingi javobi qandoq bo'ldi bilmayman, uni kutamiz. Rahmat ziyoratimiz qabul qilganingizga.